Assalomu alaykum. Sizak News kanalının ko'ruvchilari. Bugun 23 may ertamen aqcha almashtiruv ballari bilan tanishib o'tamiz. Bizga katalib, like bosib qo'yingizlar. Bu yerda Bakay Bank 79,5 ga 80,5 ekan dollar. Rubl bo'lsa 1.20 ga 1.35. Bu yoqda Bank Aziya. Bunda deli shunday ekan. Bu Finka Bank'ta dollar dağı düşüp 78 ga 8, 80 ga 8. Rubl olsa 1.20 ga 1.35. Bizden kanalga tanıştırmayı unutmangizlar. Like basıp, qo'llab qo'yingizlar. Baringizlarga rahmat.